Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shevsariyaning Vali rayonidagi Verkoran degan tog'liq kentda. Ko'rayotganinglardek shu qadar go'zal, havo shundoq yaxshi, zap-zangar osmon, oppoq qorlar, yeşil qarag'aylar, shu qadar go'zal manzara. Mana shu go'zallik ichida o'ltirib, sizlarga Dağlıq yazğıcımız mərhum Əhəd Turda Akının Mən Su İçkən Dəryalar namlıq bu kitabıdaki 3-cü qism, yəni ədəbiyyatının qismeti degan bu qismning 3-cü bölümünü həm 4-cü bölümünü oxub bermən. 3-cü bölüm Ədiblər Qashqarda. Keşküz ayları goya ölümni kütüp yatqan bemarga oxşaydı. Ayaq astıda sarğayğan qazanlar ingraydı. Başbahardın bütün yazğıça qırğaqlarga sığmay aqqan əzim dəryalarmı pəskoyğa düşüp aləmge məyus baqıdı. Lekin Qashqarning bu yılqı küz ayları tolumu coşqun, yıqımlıq, aram bəxş boldu. 1981 noyabrning başlarında içilgan bir yığın onunğa hararet ve hüsn qoşdu. Tarım jurnalining Janubiy Şinjan boyunca Qashqarda açqan adabiy ijodiyat yığınıga har qaysi yurtlarning münəvvər yazğıcı şairləri bilan Ürümçidagi el söygan adiblardan Teyipcan Eliyev, Abliz Naziri, Abdikerim Xoja, Alqam Axtam qatarlıq mötüvərlərmi qatnaşqan idi. 10 yıllık balayafatdan keyin tunji qitim içilgan kölümü kengrak, davranı çoğraq bolgan bu adabiy yığın Qashqar mehmonxonasining tinch, ozoda muhitida tolumu inoq, ijil, qizg'in va samimiy kayfiyatda o'tdi. Xalqning badiiy engi bolgan adabiyat haqidagi muhokama, mulohizlarmi shundoq ilmiy, qiziqarliq va ahamiyatli bo'ldi. Pishqadamlarning mo'l va ochiq tajriba saboqlaridan yoshlar shuni tushunib yetdiki, badiiy adabiyat aslida kishining faqat yoshlikda o'rganib, shuning bilanla kifoyalanadigan qiziqishidan iborat emas, balki u kishining bir umrlik yo'ldoshi, maslahatchisi, murabbisi bo'lishi kerak. Shuning uchun istidatliq adiblarning quruq maqtishini emas, balki halol, chin dildan aytilgan samimiy gaplarni anglag'isi keladi. Haqiqatni bilgisi keladi. Chunki haqiqiy istidat to'g'ri so'zdan, haqqoniy tanqiddan qo'rqmaydi. Ammo adabiyotda xalq uchun, hayat uchun ahamiyatsiz ushaq-tushaq mavzulardan yozg'uchi shoirni asosiy g'oyaviy ijodiy ishdan chalg'itadigan parch-purat gaplardan voz kechish kerak. Yig'inning 2-chi kuni mehmonxonaning gul-giyohlarga purkangan salqin, pokiz xiyobonlari top-top bo'lishib, erkin parangga tushgan yozg'uchi shoirlarning gung'ur mung'urlari bilan jonlanib ketgan edi. Men yotoq binosining oldidagi kadangşıgan bir üçme daraxining ostida xotellik va Qashqarlik bir necha abdur bilan paranglashib turatdim. To'satdan yenimizga Teyipcan Eliyev ak kelib qoldi va hammaylar bilan chaqchaq aralash qizg'in salomlashdi. Teyipcan Eliyevni ko'rib, bu yerda ham suhbat bo'lib turganlarmi darhol bizning to'pqa kelib Teyipcan akini o'rab oldi. Şu çağda mening yenimda turgan shoir Abliz Ömer to'satdan Teyipcan Eliyevga mundaq dedi. Teyipcan aka, hozir adabiy turmushimizda g'alat ishlar bo'lib atadi. Ba'zilar sizlarga hujum qilib, o'rda shoiri, vijdoni yo'q shoir deb maqola yozdi. Sizlar bu ishlarga qanday qaraydilar? Bu gaplarni anglab, ba'zilar Abliz Ömerga so'g'uq nazar bilan ma'nilik qarab qo'ydi. Ularning ko'nglida Abliz Ömer bu gaplarni xuddi tomdan tarisha tushgandek qo'pol ham hurmatsizlik bilan aytgandek bilingan edi. Ammo Teyipcan aka naiti temkin hem köngüllük kayfiyatda
mundaq dedi. Hazırkı yaşları nihoyatda yaxshi adabiy muhitda yashayotdi. Ularning beshidan issiq sovuq o'tmadi. Yoshlik bilan xatolik ko'pincha yonma-yon yuradi. Shu sababli ko'ringan xatoliklarni tanqidlashdan avval ulardagi muvaffaqiyat ushqunlarini erinmay ko'rishimiz kerak. Adabiyotning xuddi tabiatdek bahori, yozi, kuzi va qishi bo'ladi. Men o'ylayman, hozir asav otdek chopchib turgan ba'zi yoshlar o'z beshidan yozning sartdan issiqini, qishning zimiston sovuqini o'tkazsa, asta-asta pishib, haq-nohaqni tushunib qoladi. Hozir yuz berayotgan ba'zi ishlarning qaroiti chog'liq. Vaqt hammani o'z iziga soladi. Shoirning so'zlari hammaylanga cho'nqir ta'sir qildi. Uning mundaq apuchanligi bilan keng qo'rsaqligi bizni ham xushalliqqa, ham ta'ajjubga solgan edi. Uningdagi bu ruh xuddi asli nachar tosh sundursa oltin qochini, tosh bahosi ortiq bo'lmas, zar qochining qadri kam degan she'riy fikrdek qimmatli edi. Baya Abduz Ömerning so'rig'ini o'tganda Tarim jurnalida ishlaydigan ma'lum biraylarning shoirning vijdoni nomli maqolasini Qashqar Koni shahar adabiyoti jurnali tahrir bo'limiga berish munosabati bilan jamiyatda paydo bo'lgan g'ulg'ula munosabatlik ish edi. Mazkur maqola avtorning qo'li bilan tahrir bo'limiga topshirilgandan keyin maqolani ko'rib chiqqan bosh muharrir İsmail İbrahim maqolani besishga petinolmay uni Abduz Ömerning ko'rib chiqishiga bergan va Abduz Ömer orqali madaniy muarif ishlarga mas'ul muavin vali Aysa Shokirning ko'rib chiqishini o'tingan. Abduz Ömer maqolani ko'rgandan keyin bu maqola boshdan oxiri Teyipjon Eliyevni ayblab yo'q chiqaribdi. Teyipjon Eliyev kichik odam emas. U odamning ismini bu kichikkina nohiya jurnalida e'lon qilsak, keyin javob bermak tas bo'ladi. Eng yaxshisi kimda kim bo'lsin, langmanni na degan bo'lsa, osh suyini shu yerda issin deb İsmail İbrahimga qo'rqoq solgan. Keyin maqolani muavin vali Aysa Shokirni ko'rib achchiqlangan holda Teyipjon Eliyevning madaniyat zo'r inqilobida madaniyat zo'r inqilobida yegan kaltaklari oz kelgandek, endi ba'zilar maqola orqali kaltaklab sesitmoqchi ekan. Nima degan yomon g'araz bu? Biz qachonmi bir-birimizni qo'llaydigan, qadrlaydigan bo'larmiz deb maqolani kim bergan bo'lsa, shuningga qaytirib berishni aytgan. Teyipjon Eliyev bu ishni burun ancha-muncha anglagan bo'lsa-mu, ammo bugun Abduz Ömerdan tafsili anglab, ishning tegiga yetgandek bo'ldi va tuvandagi ruboisini o'qib, o'zini o'rab olgan ixlosmanlarni hayajonlantirib etdi. Meningla rost deyish xatar shu qadar, shundoq deb bo'ladi odam zo'migar. Shaksizki hammani mushlag'anlarning makchiyar tumshiqi hammadan battar. Yozma she'riyat paydo bo'lgandan beri qopiyalik so'zlar, radiblar bir emas, yuzlab, minglab qitim ishlatilgan. Shunga odamga yangi qopiya, yangi radib, yangi vazn, ahang tepish go'yo mumkin emasdek to'yiladi. Qayta ishlatilgan narsa odamning g'ishiga tegadi-da. Ko'p asrlik Uyg'ur she'riyatida qopiya qilinmagan so'zmi, ahangga selinmagan fikrmi qolmagan. Shunga kishilar Uyg'ur she'riyati o'z imkoniyatlarini keragidan ortiq darajada ishlatib bo'ldi. Endi yangi gap topqili bo'lmaydi degan xulosa kelishi mumkin. Undaqda hamma shakllar, fikrlar ishlatilib bo'lgan, yangi gap qolmagan bo'lsa, endi she'r yozishning hojati yo'q ekanda. Demasimi, haq aytib bo'lgan gaplarni qayta takrorlashning kimga lozimi bor? Ammo she'r yozilmoqda. Ba'zilari so'yib o'qilmoqda. O'qirmanni hayratga, hayajonga solmoqda.
dərtlərə şerik, dərdigə dərman bolmaqda. Demək, yanıla yeni fikir, yeni şəkil və peti bozulmağan ifadələş vasitələri var ekan. Bunun səbəbi şu yerdeki, hayatның özü şu qədər rəngdar, şu qədər bitəkrar boyaqlarga bay. Onundan mı kudretlik, onundan mı çoğunqur məzmununu oylap tepiş, alemde hiç bir zatqa nesip bolğan emas. Şuna her bir icadkar hayatını öz közü bilen körüp, öz kalbi bilen his qilib, şəxsi keçirmişleri bilen ifadilse, şəkil mu, məzmun mu yengilini veredi. Bu icadkar iqtidarının salahiyeti bilen baylıqqa bağlıq. İmkaniyet kudreti qancha keng bolsa, şeiriyatning meydanı mı şuncha cheksiz boludu. Her baharda tabiat yengilinib yaşarğanıga o'xshash şeiriyat mı bargan sari yashirib, ko'rkamlashib, mabtunkar bo'lib mengayverdi. Uyg'ur şeiriyatining mundaq yeni, rangdar, jalbkar kuch kudreti adabiy ijodiyat yig'inining oxiridagi ko'ngil ichish kechiligida yana bir qatim namoyon bo'ldi. Ko'ngil ichish kechiligi dastlabki she'rin, suxan suhbatlardan taraqqiy qilib, oxirida mushoira kechiligiga aylanib ketdi. Ko'pchilikning talabi bilan Teyipcan Eliyov birinchi bo'lib ofatlik yillarda maxfiy yezilib, texi bir necha kunning oldida tuzitilgan Ko'rvedim tushimda bulbul degan she'rni o'qib, mushoira kechiligining pardasini ochdi. Ko'rvedim tushimda bulbul, mundaq ta'biri berdi ba'zilar. Yaxshilik bor, sana cho'qim tuziladigan xato anzilar. Ba'zi chog'da aram beradi, dardman uchun mundaq tasalli. Biroq shu kuni bir peshkar kelib, solab qo'yishdi solash uchunla. Bulbul ko'rib, elimi yaxshi, elinibdiman solaqqa bandga. Öpüp görgen bolsam tushimda, ketadikanman udul lahatga. Zalda gildiras alqış yangradi. Bu şairning o'ziga bo'lgan hurmat, she'rga bo'lgan qoyillik sadasi edi. Teyipcan Eliyovning keyindan talabga binoan Abdukerim Xo'ja she'r o'qishga chiqdi. Uning bu she'ri 70-yillarning oxirida yozilgan bo'lib, mavzusiz edi. Abdurahim aka qo'yuq büdür çaşlarını barmaqlari bilan tarab qo'yib, bir xil salopat ham hayajon bilan she'rni o'qidi. Tovudayman ashu 10 yilga bugun. Ko'p kunduzmu hammani basti qara. Ochimiz deb yo'lni jannatga udul, tasli qoldiq ketgili do'zax ara. Barikin kim bo'lmagan qalbi yara, ketgini ketdi, pig'on hasrat chekib, qolg'ini qoldi bo'lib yilga guva. She'r bilan Abdukerim Xo'ja qizg'in ham yangroq alqış sadolarga purkandi. Rang-barang ko'rinishlar bilan yumoristik tuyg'uga to'yingan bu she'rlardagi badiiy tafakkur hayot haqiqatini aks ettirib berdigan to'g'ri ham real fikrlar edi. Buningga o'xshash goh erkalatguchi, goh chimdib olg'uchi, goh istig'zoliq ruhidagi she'rlar albatta talantliq shoir Teyipcan Eliyov bilan Abdukerim Xo'janing ufqi edi. Bununla o'xshash goh erkalatguchi, goh chimdib olg'uchi, goh istihzoliq ruhidagi she'rlar albatta talantliq shoir Teyipcan Eliyov bilan Abdukerim Xo'janing ufqi edi. Ikki mo'tabar shoir yuqorqi qisqa, ammo mazmunliq she'rlar orqali shuncha ko'p o'qirmanlari va ixlosmanlari bilan yana bir qitim suhbat qurdi. Bu suhbatning yosh shoir ham havaskorlarga yangi bir mas'uliyatni yuklashi tabiiy edi. Bu mas'uliyat bo'lsa, jafoliq izdinish va dodil ijod qilish edi.
Şeir o'qish davom qilmoqda. Xotandan, Qashqardan, Aqsudan kelib yig'inga qatnashgan shoirlar bas-basda o'z talantini, mahoratini namoyon qilmoqda. Buning ichida Qashqar gazeti idorasi ishlaydigan pishqadam shoir Nur Muhammad Erki o'qigan Boshqa bir kuni nomli uzun she'r so'ringa o'zgacha kayfiyat va bir xil komediyalik tus ato qildi. O'ttir bo'yliq yumaloq yuzidan qon tapchirab turadigan chiroyidan chechanligi bilan manmanligi ko'rinib turadigan bu odam o'ttirga chiqdi va qalin ko'zoynakini o'ridab qo'yib qo'lidagi she'rni o'qishga boshladi. İstimal qildim ishqi majuni, hijron alimi azdi kun tuni. Bulbuldin ochdi nolamning uni, hal etsam qalam qashqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. Uchrashdi bozor ustida ajab, kuldi bir qarab tishlari sadab. Billa ganzida tomoq yeyli deb, taklif aylisam oshqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. Gepim bor sana o'zara desam, bir pas suhbatga sen yara desam, ishingni og'rit bir qara desam, ko'zimdan oqqan yoshqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. She'r o'qilib shu yerga kelganda men yenimda o'ltirgan shoir birodarim Mirkamil Yaqubga chaqchaq qildim. Adash, o'gay dadanglarning hissiyoti nimda kuchlik, silidinmi shashganjimi? Mirkamil Yaqub yeshi bir yerga berib qolgan o'gay dadasining bundaqqa mötbar so'rinda yosh bolalarning hissiyotiga xos tuyg'uda yozilgan she'rini o'qiganligidan uyaldimi qandaq bir xil o'ng'aysizlangan talaffuzda qayraganda qayr tortoq bir qiliqi undan ortiq degani shu o'xshaydi dedi-da o'rnidan turib sirtqa qarab mangdi. Ammo borgan sari qizib, hayajonlanib o'qilayotgan she'r uni shafqatsiz sur'atda orqadan qo'g'lab boradi. Ya'ni boshqa bir kuni degan she'rning davomi. Keldi navbahor, içildi çiçek, bağlar aralab oynar kepinek. Bizge hem şundak oynamak gerek, desem cilvigari şaşqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. Köyüp qapti men, rahme qil dedim. Eytalmay buni men xijil dedim. Maqsadim turmush buni bil dedim. Rahimsiz bag'ri tashqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. Boshqa bir kuni qaysi kun bo'la? Bu kun muddati qachonda to'la? Erki xat yezib ranjisam to'la, Oyshamgul otliq yoshqa bir kuni, dedi naz qilib boshqa bir kuni. Asli axloqliq qizdin edi u, biroq zaboni tezdin edi u. Hozir ish vaqti keskin dedi u, boy bo'lib bug'doy mashqa bir kuni, to'y qilayli biz boshqa bir kuni. Turmushning tabiiy go'zalligi sun'iylik ustiga qurilgan hayotdan ming martam afzal bo'ladi. Hayotning mana shundoq betakror, tangdoshsiz manzaralari har qanday qalbda shoirona hissiyot uyg'otadi. Go'zallikka azaldan oshiq bo'lgan shoirlar o'zlarining bilurdak toza, tiniq yuragida o'zining pokiz nurlarga to'lgan aksini topadi. Bugun o'qilgan talay she'rlarning odamga putmas tugumas zo'q berishidagi sabab shuki, uni ang'allar hech qachon qopilangan pandi nasihatlarni, ritmliq tuzilgan shuarlarni emas, balki haqiqiy she'r anglagandek tuyg'uda bo'ladi. Shunga ular she'riyat deb atalgan go'zallik bag'riga ixtiyorsiz singib ketdi.
oxirgi bo'limni o'qib beray. Ya'ni 4-chi hayotning cheki yo'q. Xotima o'rnida. Bizning badiiy tafakkurimiz, vijdonimiz har kuni yangi shonliq ishlarning aniq va ro'shan joylarini, yangi qahramonlarning nomlarini aytib turibdi. Biz qalb haroratimiz va dilimizdan atiki kunning yo'lchi yulduzlarini his qilishimiz lozim. Biz madaniy, ma'naviy mirosni burunqilardan qabul qilgan, hamda uni yengilab avlodlarimizga texmo beyitib topshirishimiz kerak. Bu xalq mulki. Bir chaqda kimdir birsi begona dard degan iborani ishlatgan edi. Yozuvchi shoir ana shu begona dard, ya'ni boshqalarning dardi bilan tirik hisoblanadi. Men yuqorida adabiyotimiz besib o'tgan yo'lning ba'zi bir mushkulotlarini tilga olganimda, hargizmi uni bizni ko'rib qo'yinglar degan maqsad bilan maqtanish uchun qilganim yo'q. Balki besib o'tgan yo'lni mufassal tahlil qilib, uningdagi ijobiy tajribalarni qabul qilish bilan birga taraqqiy qilishimizga aloqat bergan, oyog'imizga kishan bo'lib turgan, nervlarimizni buzib, kallamizni upratgan barliq illatlarni yo'qotishga foydasi bo'lar degan maqsadda aytildi. Mushunda qila olsak, tanqidchiligimizni ham atki kunga hamma kirlardan poklanib kiralaydi. Tanqid adabiyotning aql idroki degan gap bor. Albatta, bu ta'rifga munosib bo'lish uchun tanqid yuksak saviyalik, cho'nqur fikrlik, adil ham halol bo'lish kerak. Yo'g'on harflar bilan yozishga arziydigan tanqidni, ya'ni adil, g'arazsiz, cho'nqur ilmiy tanqidni hamma odam hurmat qiladi. Adabiy tanqid adabiy jarayonni olimlarga xos bilimdonlikqa, fazilat egalariga xos odillik bilan tahlil qilib, yozuvchi shoirlarning ijodiga yaxshi niyat bilan xolis baho berish kerak. Faqat ilmiy, estetik haqiqatlar badiiy ijodda erishilgan muvaffaqiyatlarni, yo'l qo'ygan xatolarni ishonarli ko'rsatishga qodir. Boshqacha qilib aytganda, badiiy adabiyot insonshunoslik bo'lsa, tanqidchilik mahoratshunoslikdir. Mayani biroz qisqartib o'tay. Xo'sh. Garchi hayot payoni yo'q, cheksiz bo'lsa-mu, ammo u har bir odamga nisbatan aytganda intayin qisqa bo'ladi. Yurakning har bir so'qishi va har bir tiniq umrning qisqarib ketayotganligidan bishoratdir. Vaholanki, ashu qisqa hayot mubodo paskashlik bilan o'tsa, nihoyat uzrab ketadi. Oxirida ushbu suhbatimizni o'qiyotgan yosh do'stlarimga bir xulosamni aytqim kelyapti. Sizlar jahonda tangdoshsiz tafakkur egalarining avlodlari hisoblanasizlar. Mubodo u aziz zotlarning mozorlarini biz ziyorat qila olmagan, qo'g'day olmagan bo'lsak, sizlar ularni ziyorat qilinglar, qo'g'danglar. Ularning o'lmas ruhi oldida faxru g'urur bilan bosh eginglar. 2011 sentabr, 2012 avgust, Urumchi. Ahad Turda akaning Mansu ishkan daryolar degan bu kitobidagi 3-bo'limni to'liq o'qib tugatdik. Men uchun nihoyatda ahamiyatli bo'limdi bu. Meningcha sizlarmi yoqtirdinglar deb o'ylayman. Ham shunday bo'lishiga tilakdoshman. O'zinglarningki o'ylagan ko'z qarashlaringlarni, fikrlaringlarni kitob o'qish munbirimizningki inkas supsiga yezib biz bilan o'rtoqlashsanglar, texmi xo'sh bo'lamiz. Ma'quramizsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr, xo'sh. Chiroyli apa?
chiroyli kun bo'ldi balam. Pek chiroyli kun bo'ldi. Quyosh. Jamolingni ko'rsatgin, ruxsaringni ko'raylik. Tağның havası, tenning davası, huzur bağışlar bulbul navası. Men degan sakava, tenga dava, dilfiriz ham bir şey teyilish, ko'ngilga dava. Ben dedim ki ben muştaq doğrudak adam deb. Şpa. Şorpudumı bek fayda qilmayman deyman. Naqsh etamdiq. Aytaylik. Başlana. Qishning yerimi ketdi, yana kelgicha kim bor, xat yozmay o'zing kelgin, qaytin kelgicha kim bor, xat yozmay o'zing kelgin, qaytin kelgicha kim bor. Xat yozmay o'zlar kelsin juma. Grosse patoune, hein? Daju. Yaxshimi? Ha? Aşıp chiroyli kun bo'lyapti-da, ha, qizim? Biz ketdik-a? Xo'sh. Hey. Bana bir qarab eti. Xo'sh. Qormaydi ekansan. Endi qaraysa, kessam qaraysa. O'ttin. Chiroyli qilibni. Dilfiriz seni sig'iz chaynab etibdi, deydi. Nima haqsingda? Xo'sh. Resmi xo'sh endi. Endi meni to'xtatamaysan. Xo'sh. Lar ketim kerishaylik.